Tarix afsonaviy, ulug'vor va sirli yo'qolgan shaharlarga boy. Bu shaharlarda haqiqat va afsona birlashib, bizning tasavvurlarimizni hayratga soladi. Ushbu videoda biz 3 ta afsonaviy yo'qolgan shaharlarning sirlarini ochamiz. Atlantida, Eldorado va Iram. Ularning hikoyalari javobsiz savollarga to'la. Keling, qadimgi dunyo sirlari qanday ekanligini bilib olaylik. Atlantida, okeanda yo'qolgan sivilizatsiya. Tarixning eng buyuk sirlaridan biri bo'lgan Atlantida haqida birinchi marta Yunon faylasufi Platon 2000 yil oldin tilga olgan. U uni o'z davridan 9000 yil oldin mavjud bo'lgan kuchli va juda rivojlangan orol sivilizatsiyasi deb ta'riflagan. Platonning fikriga ko'ra, Atlantida quruqlik va suvning konsentrik halqalari bilan o'ralgan tengsiz muhandislik va madaniyat utopiyasi edi. Ammo hikoya qorong'u tus oladi. Atlantiyaliklar buzuq va ochko'z bo'lib borgan. Bir kecha kunduzda Atlantida zilzilalar va toshqinlar tufayli vayron bo'lib, suv ostida g'oyib bo'ladi. Ba'zilar Atlantida shunchaki ramziy ma'noga ega bo'lib takabburlik xavfini anglatadi deb hisoblashsa, boshqalari bu haqiqiy joy ekanligiga ishonishadi. Zamonaviy nazariyalar Gretsiyadagi Santorini, Atlantikadagi Azorlar yoki hatto Antarktida kabi taxminiy bo'lgan joylarni taklif qiladi. Son-sanoqsiz izlanishlarga qaramay, Atlantidaning haqiqiy taqdiri tarixdagi eng qiziqarli jumboqlardan biri bo'lib qolmoqda. Eldorado, afsonaviy oltin shahar. Eldorado dastlab shahar emas edi. Aksincha, u bir odamning hikoyasi sifatida boshlangan. Janubiy Amerikadagi mahalliy xalq afsonalari marosim paytida o'zini oltin chang bilan qoplagan. So'ngra zamonaviy Kolumbiya yaqinidagi Guatavita ko'lida uni yuvib tashlagan Muska qiroli haqida gapirgan. Ispaniya istilochilari bu hikoyalarni eshitib, Eldoradoni tasavvur qilib bo'lmaydigan boylikka to'la shahar haqidagi afsonaga aylantirdilar. Francisco de Orellana va Ser Voltaire roli kabi tadqiqotchilar o'z hayotlarini uni topishga bag'ishlaydilar. Butun ekspeditsiyalar misli ko'rilmagan boylik istagi bilan Amazonka bo'ylab g'oyib bo'ladi. Eldoradoni qidirish katta azob-uqubatlarga sabab bo'ladi. Chunki mahalliy xalqlar oltin uchun g'azabda qul bo'lgan yoki o'ldirilgan. Ko'p asrlik sa'y-harakatlarga qaramay, hech qachon oltin shahar topilmaydi. Ba'zi arxeologlarning fikriga ko'ra, Eldorado Janubiy Amerikaning tabiiy resurslarining ajoyib boyligi uchun metafora bo'lishi mumkin. Iram, Arabistonning unutilgan shahri. Iram, boshqa nomi bilan Ubar yoki Ming ustunli shahar, Qur'on va qadimiy arab matnlarida zikr etilgan sirli shahar. Bu afsonaviy shoh Shaddod tomonidan boshqariladigan Arab sahrosining qoq markazida joylashgan ajoyib savdo shahri sifatida tasvirlangan. Shaharning baland ustunlari va ulkan boyligi uni sahroning marvardiga aylantirgan. Biroq, uning xalqi solihlikdan yuz o'giradi va shaharni abadiy ko'mib tashlash uchun qum bo'roni yuboriladi. 1990-yillarda arxeologlar Ummonda yangi kashfiyot qilishadi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida ular Ubar deb nomlangan joyda qadimiy savdo yo'li va shahar xarobalarini topishadi. Ba'zilar bu xarobalar afsonaviy Iram bo'lishi mumkinligiga ishonishadi. Bu shaharlar bizga nimani o'rgatadi? Atlantida, Eldorado va Iram haqidagi hikoyalar shunchaki afsonalar emas. Ular insoniyatning noma'lum narsani tushunish, xazina izlash va o'tmish sirlarini ochish istagini ochib beradi. Ushbu yo'qolgan shaharlar bizni tarix haqida bilgan narsalarimizga shubha qilishimizga va insoniyat yutuqlarining mo'rtligini eslatishga undaydi. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va shu kabi ko'plab sirli va qiziqarli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga qo'shiling. Kanal havolasi esa video tavsifida.